Absorbent ishlatyapsizmi? Demak, 3 ta qoidani eslab qoling. 3 ta oltin qoida. Qadoq ochildimi? Yarim soat ichida mahsulotlarni ichiga solib, qattiq yopib qo'yishingiz kerak. Shunaqa qattiq yopilishi kerakki, juda havo kirishi kerak emas. Bu narsalar upakovkalarga qanaqa ishlanadi? Upakovkaga solganingizdan keyin qattiq yopiladi, payka qilinadi, bo'ldi. Absorbentimizni to'g'ri hajmda mahsulotlarga solish bu shart. Bu qanaqa? Absorbentimiz har xil. CC100, CC50 va CC30. Buning kattasi, kichkinasi va bu. Bu CC50 hisoblanadi, hammasining o'zining modeli bor. Bu hammasi bizni grammajiga qarab o'lchamaymiz. Bu chunki havo yutguvchi, bu mahsulotning og'irligiga emas, bu qolipingizga. Mana mashta qancha millilitr chiqsa, suv hajmi 100 millilitr chiqsa, buni kichkinasi bor, shuni bittasini solib qo'ysangiz bemalol yetadi. Bizni mahsulotni grammajiga qarab emas, uni qadog'ini millilitriga qarab sizlarga o'lchab beramiz. Va bu 3 ta qoidani to'g'ri ishlatsangiz, mahsulotingiz uzoq yashaydi.